Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 17-iyun 2026-yil. Mana navbatdagi laboga ham chiroyli bo'lgan tunkani o'rab bo'ldik. Labon egalari Farg'ona viloyati Buvayda tumani Pachqir qishlog'idan etkildilar. Laboni atroflariga polni shumzalatsiya qilib, pollariga rezinka tashlab, yoniga sandiq qo'yib tunka o'rab berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Polni ideal holatda berganmiz. Mana navbatdagi labo bo'ladi. Akkumulyator qutilaridan boshlaymiz. Mana bu holatda ochiladi. Mana ichida kaliti bor. Akkumulyator zashtaqlar, qaliliklari 1.8 litrdan bo'ladi. Mana shu holatda yopiladi. Sandiqlar alohida ham sotiladi. Bemalol sandiqni o'ziga ham telefon qilaverasizlar. Yana bu joylariga penaplex shumkalargacha qilib berilgan. Mana yo'llardan konteyner pollar qo'yilgan. Bu narsalar tomimizda qattiq tegsa, bukilmaydi, kuzovga mashinaga zarba o'tkazmaslik uchun qo'yiladi. Rezinka tashlangan. Mana rezinkalar bir yoni silliq, bir yoni bunaqa tanga holatda, ichida iplari bor. Mana pechatlarigacha chiqadi ichidan. Bizda yana alohida orqasiga duga, tomiga bagaj, mana bu oyna tomoniga jaluzi deydi, setkalargacha bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlar ishlaydi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i Sitofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat o'rnatib qotirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa behijolat kommentariyga yozib qo'yinglar. Do'stlarga, yaqinlarga, laboga, aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar. Salomat.